Bismillahirrahmanirrahim. Madiyan aholisiga ularning qarindoshi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. O'lchamda va tarozida kam bermanglar. Men haqiqatan sizlarni boylik ichida ko'ryapman. Men rostilla sizlarning hammani qo'rishig'ichi kunning azobiga uchrab qolishinglardan ansirayman. Ey qavmim, o'lchamda va tarozida odillik bilan to'liq o'lchab, to'liq tortinglar. Kishilarga narsalarni kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, qalaymaqonchilik termanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Alloh qoldirgan halol foyda sizlar uchun yaxshidir. Men sizlarga ko'zatchi emasman." Ular masxir qilgan holda: "Ey Shuayb, sening namozing, seni ota-bobolarimiz cho'qinib kelayotgan narsalarni tark etkizishga yoki pul mollarimizni xohlaganimizcha ishiltishdan voz kechgizishga buyurumdi. Sen tozimi ko'ngli ko'ksi keng, tozimi to'g'ri yo'l topgan bir odamsan-da", dedi. Shuayb aytdi: "Ey qavmim, deb biqinglarchu, men Rabbim tarafidan berilgan up-uchuq dalilga asoslangan tursam va u meni o'z tarafidan go'zal bir rizq bilan rizqlantirgan tursa, endi mening Rabbimning amriga xiloflik qilamdiman. Men sizlarni to'sgan ishni o'zimmi qilishni xohlamayman. Men faqat sizlarni qo'limdan kelishicha isloh qilishni xohlayman. Mening bu ishda muvaffaqiyat qozonishim faqat Allohning yordami bilan bo'ladi. Men uning qo'li tayandim va uning qo'li yuzlanaman. Ey qavmim, sizlarning menga bo'lgan qarshiliqinglar hargizmi sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Solihning qavmi duchor bo'lgan azobga duchor qilmasin. Halak qilingan Lut qavmimi sizlardan yiroq emas. Robbinglardan mag'firat talab qilinglar, ondan uningga tavba qilinglar. Shaksizki, mening Robbim nihoyat karamlikdir, mu'minlarni do'st tutquchidir." Ular: "Ey Shuayb, biz sening aytganlaringning ko'plarini tushunmaymiz. Biz albatta seni oramizda kuchsiz bir odam deb qaraymiz. Sening qavm qarindoshlaring bo'lmasa edi, biz seni cho'qim chalma kesak qilatdik. Sen bizga e'tiborliq emassan", dedi. Shuayb aytdi: "Ey qavmim, mening qavm qarindoshlarim sizlarga Allohdanmi e'tiborliqmi? Sizlar uni, ya'ni Allohning amrini orqanglarga cho'rivatdinglar. Shaksizki Rabbim sizlarning qilmishinglardan albatta to'liq xabardordir. Ey qavmim, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Menmu albatta o'z yo'lim bo'yicha harakat qilay. Sizlar uzoqqa qolmay kimning rasvo qilg'uchi azobga duchor bo'ladiganligini va kimning yolg'onchi ekanligini bilib qolasizlar. Kutinglar. Menmu albatta sizlar bilan birga kutyapman. Bizning ularni halok qilish to'g'risidagi farmonimiz tushgan chog'da Shuaybni va uning bilan birga iymon etganlarni biz tarafdan katta bir rahmat bilan qutqizdik. Iymon etmay o'ziga zulm qilganlarga qattiq bir ovoz yuzlandi-da, ular diyorlarida turgan peti qetib qoldi. Go'yo ular uylarida turmagandek, ya'ni ularning turgan joylarida odamzot yashamagandek bo'lib qoldi. Bilinglarki, Madiyan aholisi xuddi Samud qavmi halok bo'lgandek halok bo'ldi. Shaksizki biz Musoni mo'jizlarimiz bilan va up-uchuq dalillar bilan Fir'avnga va uning qavmining katta boshlariga avatdiq. Ammo u katta boshlar Fir'avnning buyrug'i xato tursimi uning buyrug'iga bo'ysundi. Fir'avn qiyomat kuni qavmiga boshlamchilik qilib, ularni do'zaxga boshlab kirdi. Ular kiradigan joy nima degan yomon. Ular bu dunyodami, qiyomat kunidami la'natga uchrab turdi. Ularga berilgan bu sovg'a nima degan yomon. Mana bular halok qilingan yurtlarning xabarlaridandirki, biz uni sana bayon qilib beryapmiz. U yurtlardan Samud qavmining yurtlaridek izi qolganlarmi bor? Ad qavmining yurtlaridek izi qolmaganlarmi bor? Biz ularga uval qilmadik, lekin ular o'ziga o'zi zulm qildi. Rabbingning ularni halok qilish amri kelganda, ularning Allohni qo'yib cho'qingan ma'butlari ularga qilcha asqatmadi. Aksiga ularga ziyon selishdan boshqasiga yaramadi.
Rabbing kufrlik qilib o'ziga zulm qilg'uvchilarning yurtlarini vayron qilsa, ana shundoq vayron qiladi. Shaksizki, Allohning azobi bekmu dardlik va to'limu qattiqdir. Mana buningda oxirat azobidan qo'rqadiganlar uchun albatta ibrat bordir. Ana shu oxirat kuni butun insonlar to'planadigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. Biz uni qiyomat kunini faqat sanoqliq muddatgacha kechiktiramiz. U kun kelganda Allohning ijozatisiz hech kim so'z qila olmaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatman bo'ladi. Badbaxtlarga kelsak, ular u kuni do'zaxda bo'ladi. Ular do'zaxda egiz pes tovlab, noli faryod chekadi. Osmonlar bilan zamin mavjud bo'lib turadi ekan, ular do'zaxda davomli turaveradi. Rabbing xohlagan kishilar, ya'ni mu'minlardan bo'lgan gunohkorlar buningdan mustasno. Ey payg'ambar, haqiqatan Rabbing xohlaganini qilg'uchidir. Saodatmanlarga kelsak, ular jannatda bo'ladi. Rabbing xohlagan kishilar, ya'ni mu'minlardan bo'lgan gunohkorlarning do'zaxda qolgan muddati buningdan mustasno. Bu üzülüp qolmaydigan in'amdir. Ey payg'ambar, sen ularning cho'qinayotgan narsalarning botilligidan qat'iy shaklanmagin. Ular faqat ilgari ota-bovalari dalil pokitsiz cho'qinganga o'xshashla cho'qinadi. Shaksizki, biz ularning azobdan tegishlik bo'lgan nisibasini albatta kamaytmasdan to'liq beramiz. Shubhisizki, biz Musoga kitob Tavratni berdik. Ammo bu kitob to'g'risida ixtilof qilindi. Rabbingning azobni kechiktirish haqida oldin aytilgan so'zi bo'lmasa edi, albatta mushu dunyoda ularning orasida hukm chiqarilgan bo'ladi. Shaksizki, ular, ya'ni sening qavming ichidagi kofirlar, uningdan, ya'ni Qur'ondan cho'nqur shak ichidadir. Shubhisizki, Rabbing hamma odamga qilgan amallarining mukofot jazosini to'liq beradi. Chunki u ularning amallaridan to'liq xabardordir. Ey payg'ambar, buyurilganingdek to'g'ri yo'lda ravurus bo'lgin. Sen bilan birlikda tavba qilganlarmo shundoq bo'lsin. Chekdan eshib ketmanglar. Shubhisizki, Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Zolimlarga moyil bo'lmanglar. Bo'lmasa do'zax azobiga qolasizlar. Sizlarga Allohdan boshqa yordam qilguvchi yo'qdir. Ondan sizlar hech bir yordamga erisholmaysizlar. Kunduzning ikki tarafida va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'qigin. Shaksizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Bu ibrat oladiganlar uchun bir nasihatdir. Ey payg'ambar, namozni davomlashtirishda chidamliq bo'lgin. Shaksizki, Alloh toat ibodatni mukammal qilguvchilarning ajrini zoya qilib etmaydi. Sizlardan burun o'tgan ummatlarning orasida nimishqa insonlarni yer yuzida buzg'unchilik qilishdan to'sadigan fazilatli kishilar chiqmadi. Ularning orasidan buzg'unchilikni to'sqanligi uchun biz nijotlikqa erishtirgan ozg'ina kishilar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilguvchilar ayish ishratlik turmushni qo'g'lashib ketdi. Ular gunohkor odamlar edi. Rabbing aholisi o'zlarini va boshqalarni isloh qilguvchi bo'lib turgan yurtlarni o'rinsiz vayron qilib etmaydi. Agar Rabbing xolisi edi, insonlarni albatta islomga e'tiqod qiladigan bir ummat qiladi. Ular davomliq har xil dinlarda bo'ladi. Faqat Rabbingning rahmatiga erishganlarla buningdan mustasno. Alloh ularni shuning uchun yaratdi. Rabbingning "Men cho'qim do'zaxni butun jinlar va insonlarning gunohkorlari bilan to'shqizaman" degan so'zi bekitilib bo'ldi. Ey payg'ambar, payg'ambarlarning xabarlaridan sening ko'nglingni tindiradigan har bir xabarni sana bayon qilib beryapmiz. Buningda bu surada sana haqiqat, mu'minlar uchun vaz nasihat va bir ogohlantirish keldi. Iymon etmaydiganlarga aytqinki, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha ish qilinglar. Bizmi o'z yo'limiz bo'yicha ish qilmoqdamiz. Sizlar qilmishinglarning oqibatini kutinglar. Bizmi albatta shuni kutamiz. Osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilish Allohga xosdir va hamma ish Allohga qaytariladi. Shunga sen Allohga ibodat qilgin va uningga tayong'in.
Rabbing qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir.